Xitoy Kompartiyasi 19-navbatlik Markaziy komitetining 7-umumiy yig'in harpisida Xitoy virus yuqumi nurg'un joylarda davomli shiddat bilan tarqalmoqda. Almisaqdan beri Xitoy hukumati har qanday sonliq ma'lumotlarni yoshirib, saxtalik qilib kelgan edi. Lekin bu qitim 20-qurultayning o'ngishli ichilishi uchun Xitoy virusini xalqni kontrol qilgan qalqonga aylantirib olgan. Xitoyning Xinan o'lkasining Xitoy virusi bilan yuqumlangan tekshirishda musbat chiqqanlarni aktiv pash qiluvchilarni 50 ming yuan bilan mukofotlash siyosatidan keyin boshqa o'lka shaharlari virus yuqum ahvoli bo'lmasa-mo, shaharning taqildiganligi to'g'risida uqtirish chiqargan. Sharq Turkistonning Urumchi, G'ulja, Korla, Turpan va boshqa shaharlarda shahar taqa siyosatlarmi chekidan oshmoqda. Nurg'un ko'chman ishchilar hayot qilish qiyinchiligida qolmoqda. Xitoy doiralari ayrilishga amalsiz qolgan sayohatchilardan qayta ishga o'rinlashishni talab qilgan. Qapsilib qolganligini ilgari surgan Shanxaylik bir sayohatchi, "Men Urumchiga sayohatga kelgan edim. Aeroplandan tushimgili yuqum sababi bilan qo'lga ilinib Turpanga uzum uzishga o'rinlashtirildim. Uzum uzishning kundalik maoshi 120 yuan bo'lib, yemeklik va turalg'ini o'z ishiga oladi. Shanxayga qaytish vaqtimni 20-navbatlik qurultaydan keyinga o'rinlashtirdi" degan. Bu kishi yana bu haqiqatan Xitoy virus yuqum masalasi emas, balki 20-navbatlik mamlakatlik qurultay yig'ini echish dedi. Xitoy hukumati 4-oktyabrdan boshlab Sharq Turkistonda barliq poyezd va uzun yo'lliq avtobuslarni to'xtatib, ko'p qism navbatchi aeroplanlarni to'xtatgan. Aholilar va sayohatchilarning ayrilishini cheklagan. Ammo shaharning taqash sababidan ta'minot kamchil bo'lg'achqa, ijtimoiy aloqa supillarida to'xtamay yemeklik, dora va boshqa turmush buyumlariga bo'lgan ehtiyoj sin ko'rinishlar orqali o'ttirg'i chiqmoqda. Xitoy Markaziy komitetining 7-umumiy yig'ini bo'lsa, Xitoy Kommunistik partiyasining keyingi qaror rahbarlik guruhini saylash muqimlashtirish yig'ini. Ammo bu yilgi 7-umumiy yig'inni 1981-yildan buyangi Xitoyning eng g'alita va eng alohida umumiy yig'in deyishga bo'ladi. Bir tarafdan Xi Jinpingning JKPning hozirgi qoidalarini buzib tashlab, 3-qatim rais bo'lib qayta saylanib, atrofiga ishonchli qo'lchumoqchilarni muhim o'rinlarga qo'yish orqali o'zining ta'sir qo'liga kelgan o'rnini qo'g'dimoqchi. Yana bir jihatdan aytganda, o'tgan 5 yilni Xitoy islohoti va ichitilgan 5 yildan buyangi eng nachar 5 yil deyishga bo'ladi. Iqtisod krizisiga petib qolmay, diplomatik sifimi qo'rishavda qolgan. Partiyadagi har qaysi guruhlarning manfaati ig'ir ziyonga uchrab, ichki kurash bir qadar keskin bo'lgan. 10-oktyabr kuni Ukrainadagi Kiyevni o'z ichiga olgan bir qancha shahar Rossiyaning boshqariladigan bomba tarafidan bombardimon qilinib, portlashda o'lim yetim, ul asliha va binolarga ig'ir ziyon bo'ldi. Bu mu Kiyevning necha oydan buyon tunji qitim hujumga uchrashi edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bildirishicha, bu bombardimon qilish harakati Qrim ko'vrikining portlanganligiga qaytarilgan inkas ekan. Rossiya bexatarlik kengashining muavin raisi kelgusidagi harakatlarining nishonining Kiyevdagi hokimiyatni yo'qotish ekanligini aytgan. Ukraina prezidenti Zelenskiy bayonot e'lon qilib, Putinning boshqariladigan bomba hujumining begunoh fuqarolarga ziyon solganligini qattiq aybladi. Aholilarga ba'zi rayonlarning toksiz qolganligini eskartib, kishilarning o'z bexatarlik uchun panohlanish o'rni turishini aytdi. Amerika prezidenti Joe Biden Putinning boshqariladigan bomba hujumini aybladi va bu harakat Amerikaning Ukrainani qo'llash irodasini kuchaytirganligini bildirib, Putin va Rossiyaning vahshiyligi va urush jinoyati uchun javobgarlik tortilganligini aytdi. Shuning bilan bir vaqtda u Ukraina prezidenti Zelenskiyga Ukrainani eng ilg'or boshqariladigan bomba mudofaa sistemasi bilan ta'minlashga va'da berdi. Buning bilan bir vaqtda Germaniya davlat mudofaa ministri mo Germaniyaning Ukrainaga va'da bergan tunji yurish mudofaa sistemasining patiyaqini yetkazilganligini bildirdi. Irlandiya va Ispaniya taratqullarining xabariga qaraganda, yerlik hukumat Xitoyning o'z davlatlarida saqchi mulozimat punkti qurganligini tekshirishga boshlagan. Ba'zi xabarlarda aytilishicha, Xitoyning dunyoning har qaysi joylarida 50 dan ortiq saqchi mulozimat punkti qurgan bo'lib, chegara halqagan saqchi harakatlari sababidan nurg'un davlatlarning diqqatini qo'zg'agan ekan. 8-oktyabr Irlandiya vaqt gazetining xabar qilishicha, Irlandiya hukumati Xitoy bosh elchixonasidan poytaxt Dublinda Xitoy kompartiyasi qurgan saqchi mulozimat punkti haqida javob izlagan. Dokladda Irlandiya hukumati bu harakatning davlat ichi va xalqaro qonunlarga mos keladigan kelmaydiganligini tekshiryotdi deyilgan. Ispaniya pochta gazetimi bir qism ommaviy tashkilotning bu haqdagi doklatining mazmunini dalillab, doklad tilga ilingan Ispaniyadagi kam deganda 2 Xitoy saqchi mulozimat punkti haqiqatan Xitoydagi saqchilar bilan hamkorlashayotganligini, bu saqchi mulozimat punkti Sibiriya va Ispaniyada qonunsiz bexatarlik harakatlariga qatnashgan ekan. Xabarlarga qaraganda Ispaniya ichki ishlar ministrligi rasmiy tekshirishni boshlagan ekan.